Akalar ikkala bolasi ham urg'ochi yarichka ekan, ko'paysin ekan. Xudo xolasa buni hammasi qochib qolsa. Eng qizig'i bu o'tkelam egizak tuqqan. O'tkelam egizak tuqqan. Xolasa. Qo'y soni ko'p Nurullo. Son yana bor-a? Bosh bor. Telefon qilishasizmi? Hammasini video qilib beraman. Bo'ldi. 100 bosh bor-a? Bor, telefon qilishsin, biroq. Bo'ldi akalar. Nechta kerak telefon qilishsin? Akalar 100 bosh kelgan ekan, 100 bosh. Telefon qilaverasizlar bemalol. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, hamma puliga ham har tomonlama kuchli qo'ylar arziydigan vajlar. Eng qizig'i akalar mana tagi naqd lappillab turibdi akalar mana. Lappillab turibdi bo'g'ozda xolasa. Akalar egiz qidirganlarga egizidan yana bir dona topib qo'ydim akalar. Bitta qo'ydi bolasi ekan, xudo xolasa o'ta go'zalidan. Quloqlari shalpa Qirg'iziston Bishkek qo'ylari chiqadi akalar. Shoshilib tezda aloqaga chiqarasizlar. Bundaqasidan bizda juda ham sev. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa qo'ylarni zo'rlardan, tiniqlardan olib keldik. Egizakchining tinig'idan bor akalar. Jonivorni qaranglar. Birinchi partiyamizga egizak chiqaramiz. Video boshidan like bosib, kommentariyaga yozib akalar, shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz yangi hali akalar. Xudo xolasa go'zallardan, tiniqlardan chiqarishga harakat qilamiz. Hafta kunimizga dushanba 3-aprel sanamizda Rahmatjon akamning xo'rolarida xudo xolasa video syomkani boshladi. Rahmatjon aka yaxshimisiz? Nurullo yaxshi oldingizmi? Ha, rahmat, yaxshimisiz? Bugun qo'ylar bor, oxirgacha ko'rsin, narxlarimiz yengil qo'yib beramiz. Arzon tez qisqa video qilamiz a. Bo'lmasa, issiqda tez ma'lumot berib o'tiramiz. Bo'ldi, gap yo'q aka. Akalar, xudo xolasa birinchi partiyamizga egizakda Velikantidan haqiqiy yirigidan boqaman desangiz, mana shuni olib qo'ying aka. O'ta ham go'zaldan topib qo'yibsiz-a. Nurullo qo'ydi bor-u, zo'ridan kelib qo'ydi. Egizakchi, bolalari ikkinchi bolasi. Aha. Inasi 6 chiqindi o'tyapti. Bo'y va 85 pilis olishi. Akalar, bolalari ikkinchi bolasi ekan, mana shu olda turgan bolalari. Onasi 4 dan 6 ga o'tyapti ekan. Uzunligi ham o'ta uzun jonivor. Bo'yini 85 ga beraveradi. Bo'ylari 85 ga xotirjam bo'lavergan. Ikkita bolasi qo'chqarmi sog'lig'im bular? Ikkala bolasi ham sog'liq. Barcha ma'lumotni beramiz telefon qilib. Bo'ldi, akalar telefon qilaman. Quloqlari ham shalpan quloq ekan, bolalarni ham o'ta go'zal narsalar ekan, haqiqiy. Tavsiyani beraman akalar. Shoshilib aloqa chiqinglar. Mana bu narsalardan qurib qolib ketmanglar, xudo xolasa. Go'zalidan faqat bu qo'yib qaranglar. Bittasini pul bo'lib qoladi. Mashalloh. O'ta go'zal ekan. Ham hashakka kirib bo'lgan. Buni aka vaqt ko'p cho'zmasdan narxini ayting, bo'ldi, tamom. Narxi Nurullo Vodiy bo'ylab 16,5 million yetkazib beramiz. 16 million 500 ga ketaveradi-ya. Samarqandgacha 17 millionga ketaveradi. Nimaga qimmat bu aka? Samarqand dastavkalari bor-da Nurullo. Vodiyga ham qimmat chiqaryapsiz. Vodiy 16 million, Samarqandgacha 16,5 million. Siz obunachilaringizga. Akalar 16 million so'm deyishyapti. Nima deysizlar o'zlari? Narxiga bitta bahoni berib qo'ysalar. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman dastavkalar. 16 million 500 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkani qilib berishar ekan. Vodiyga bo'lsa xayri bor. Aka bunday qilaylar buni. Birinchi partiyani ko'p cho'zmasdan mana qo'lda tashang. Mana bitta gapiraman aka, xo'p desangiz. 14,5 million berishadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkani qilib berasiz. Yo, uncha o'tib beramayman, Nurullo. 14,5 million. Yo, uncha o'tib beramayman. Qarab turing. Men aytgan emas, 16 million dedim-a? Siz obunachilaringizga qarab turing. Ha. Uchalasidan 100 ming o'tib beraman. 300 ming o'tib beraman. Aka mana 15 million 700 ming bo'ladi. Mayda judasi yo'q. 15 million so'mga telefon qilishadi, dastavkasini qilib yetkazib berasiz. Telefon qilsa yana o'tib ham berasiz. Siz obunachilaringizga Nurullo qarab turing. 15 million 500 mingga yetkazib beraman. Qayga deysa bo'ldi. Siz obunachilaringiz. Vodiy bo'ylab 15 million. Vodiy bo'ylab 15 million. Siz obunachilaringizga. Bo'ldi, gap yo'q. 15 million 500 mingga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Akalar 15 million 500 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab, Vodiy bo'ylab 15 million so'mga xotirjam telefon qilaverasizlar. Lekin ustiga kelib ko'rsalaring ham qo'y aniq yoqadi akalar. Dishlarini ham qaranglar, o'ta go'zal. Mashalloh deb yozib, akalar videoni oxirigacha tomoshani qilib, like bosib qo'yinglar. Biz ketingi partiyalarga o'tamiz akalar. Akalar, ketingi partiyamizga mana bundaqa go'zal yarichkalar keldi. Xudo xolasa katta partiyaga yetib kelgan. Soni ham juda ham ko'p. Jonivorlarga e'tibor berasizlar. Sog'lik, salomatligi joyida, hammasiniki. Quloqlari bashti butun, xudo xolasa. Qo'chqor sog'liq aralash. Aksariyat qo'chqor ko'p sog'liq akalar, xudo xolasa aka. Nurullo 16 ta sog'liq. 3 dona qo'chqori bor. 3 dona qo'chqori bor akalar. 16 tasi, 17 donasi sog'liq urg'ochilar ekan. Hammasini qaranglar, yemga intilib, hashakka intilib turishini, sog'lig'iga kafolat bor. Sog'lig'ida umuman javob qilishmasin. Bo'ldi. Ko'k bo'rilardan ham bor ekan 3 dona. Variantdan bor. Dollar ranglaridan. Dollar rangidan ham 3 dona bor ekan. Zoqlaridan bor. Hamma turidan bor. Ba'zidan to'y beradilar ekanmiz, xudo xolasa. Bularning yosh oyligini ayting aka. Bular yosh oyligi Nurullo
5-6 oylik. 5-6 oylik atrofida, xudo xolasa. Akalar 5-6 oylik atrofida hammasi, xudo xolasa. Yosh oyligini ayt, bo'ylari necha bo'ladi aka? Bo'ylar Nurullo 6-70. 6-70 akalar. Ha. Akalar 6-70, keti 65 xotirjam chiqaveradi. Telefon qilinglar, narxini arzonlatib beraman deyaptilar. Bularda 20 tasini bir joyga jo'natib ber. Masalan, Samarqanddanmi, yo Buxorodanmi, yo Andijondanmi, Farg'onadanmi desa qancha bo'ladi? Bularning narxi Nurullo Ha. Optimaga 3.8 mingdan xayri bor. 3.8 dan ketaveradi-ya. Ketaveradi. Yangiroq qilib ayting aka buni. 20 ta jonivor chiqaryapsiz. Sizdan o'ylab qiynamaylik Ha. Nurullo. Hammasini bir joyga olsa 3,5 milliondan ketdi. 3.500 dan, ha? Akalar, Yana xayrini qilib beraman. 3.500.000 so'mdan mana bu ko'rib turgan qo'ylaringiz nima deyapti? Hammasi yemga intilib turibdi. Sog'lik, salomatligi joyida. Telefon qilsalaring bo'ldi, ishlaring bitadi. 3.500.000 dan kami bor aka. Nurullo 3.500 mingdan hadi turadi. 19 tasa pul berishadi. 19 Bittasi tasa bonus bor. bo'ladi. 20 dona jami Ha, soni. 20 dona 19 tasa pul berishadi. 20 ta bo'lib boradi. Bo'ldi akalar. 3.500.000 so'mdan bittasi bonus bo'lib borar ekan akalar. 19 tasiga pul desangiz, mana bunday qo'chqor zo'ridan qo'shib beradilar. Qo'chqor turishini qaranglar, o'ta go'zal ekan. Mashalloh akalar. Xotirjamlarga ochib ko'ringlar. Narxlar haqiqiy sonda. Bittasini ayirganda ham o'z 2.300 mingdan tushardilar. Optimaga 3.300, 3.350 atrofida shunaqa bitadi aka. Xudo xolasa bitadi Nurullo Optimaga. Akalar, biz ketingi partalarga o'tamiz. Shoshilib aloqa ochib ko'ringlar. Soni ko'p kelganda tez aloqa ochib qolib qo'yinglar, yutkazmaysizlar xudo xolasa. Bundaqasi o'ta kam keladi akalar. Noyoblaridan kelibdi. Telefon qilib aloqa ochib ko'ringlar. Bo'ldi. Biz akalar ketingi partalarga o'tamiz. Mana hammasi go'zal. Mashalloh akalar, ketingi partiyamizga xudo xolasa mana bunaqa go'zallardan yarichgan haqiqiy qilib, hozircha 4 tasini chiqaryapmiz aka. Nurullo soni serab telefon qilishaveradi, endi to'g'ri beraveramiz. To'g'ri beraverasiz xudo xolasa. Hamma oqlashimiz bor. Bo'ldi. Yosh oylar qanaqa bo'lardi? Ular yoshlarga Nurullo qo'zdan 2 tishga o'tkazadi ham varianti. Akalar, qo'zi tishdan 2 tishga o'tyapti ekan yosh oylarga. Bo'ylari Bo'ylari 80 plus olishaveradi. 80 pilsga olishaveradi, xotirjam. Xudo xolasa akalar 80 pilsga O'lchab beramiz aka, xotirjamlar telefon ekansizlar. Telefon qilinglar, yana bir qator bo'yini o'lchab ko'rsatib beramiz. Mana qo'yib qaranglar. Garbonuslari ham, quloqlar tashishlari ham o'ta go'zal ekan. Haqiqiy ishqibozlar telefon qilinglar, narxi bularda arzon deyaptilar xudo xolasa. 4 tasini bir joyga kelishtirib, oldi qochdi gap gapirmasa, danganini ayting. Nurullo sizda qo'ylar qiynamasa Ha, deyapmiz. dangan. 6.500 mingdan beramiz. Dastlabki haqqa beramiz. 6.500.000 dan ketaveradi-ya. Ketaveradi. Akalar, 6.500.000 so'mdan nima deyapti akalar? Sog'liq. Qo'shqana qo'shaman deysa tayyor. Bular barra qo'zi emas akalar. Barra qo'ziga solishtirmanglar. Barra qo'zi buni oyog'ini tagidan o'tib ketadi. Bular qo'chqorni zo'riga qo'ysangiz qochaveradi, bemalol aka. Bemalol Nurullo qo'shqor qo'shaveradi. Qo'chqorga qo'shaman degan akalar, xotirjam telefon qilinglar. Qo'chqoringiz bo'lsa qo'shib bolasini oling, maza qilasizlar akalar, xudo xolasa. Buni qaranglar mana. Hamma yo'q zo'r. Afg'on parodasidan ham bor ekan, ikkita. 2 dona bor bitta orasida. Akalar, afg'onga chachishgandan ham bor ekan, 2 dona, xudo xolasa. Ikkalasi ham go'zal. Egizdagi emasmi ikkalasi chiqilib? Bilib bo'lmaydi, Nurullo mashinasiga beramiz. Mana shu narsaga beriladi ekan. Ikkalasi bir xil ekan haqiqiy. Haqiqiy chizib qo'yganda. Buni aka 6.500.000 demasa o'tib bering. Nurullo, siz obunachilarni telefon qilsin. Dangan 100 emas, 200 dan o'tib beraman. 6.300 mingdan beraman. 6.300 dan ketaveradi-ya. Siz obunachilarni. Barbar aka, gap yo'q aka. 6.300 dan. Qo'ylar sizni tasavvur etyapti. Bo'ldi. Bitta aylantirinchi qo'ylar bir qator yurishini ko'rsatib qo'yaylik, bo'ldi. 6.300.000 so'mdan akalar, mana shu qo'ylar haqiqiy arzon bo'ldi. Bugungi haqiqiy aksiya narxlar boshlandi akalar. Telefon qilinglar, shoshilib o'tadigan joyda ham bor aka. Telefon qilsa o'zlari o'tib beraman. Akalar, telefon qilinglar, kami bor ekan. 6.300 dan kami bor. Xotirjam savdosini qilaverasizlar. Biz akalar ketingi partiyaga o'tamiz. Qulog'idan jonivorlar qaranglar, yeb ichishi o'ta sog'lom, yem hashakka kirib qolgan akalar. Sifatiga bahoni berib qo'yasiz akalar. Aka, qaydan to'p berasiz bunaqalarni aka? 100% egizak. 100% liga xudo xolasa. Onasini olmadik. To'g'risi, onasi yosh kattaroq ekan. Bolalarni olib qo'ya qoldi. Bo'ldi, gap. Onasini yoshi kattaroq ekan akalar, onasidan bolasini ajratib olishdi. Onasi ham gigant qo'y aka xudo xolasa. Onasi 1 metrlik qo'y ekan. 1 metrlik xudo xolasa. Akalar, bu qo'ylar qaranglar. Mashalloh, qulog'i ham 18-19 chiqarashiga bemalol. Bemalol, xudo xolasa. Quloq tashlashlari ham har tomonlama kuchli. Ular qo'chqarmi sog'lom? Bular sog'lom, Nurullo, ikkovi ko'paysin. Ikkalasi ham ko'paysin, urg'ochi sog'lom ekan. Mashalloh akalar, haqiqiy go'zal ekan. Yoqtirganlar bemalol qiziqqanlar aloqa ochinglar, narxi ham arzon, ortiqcha baland emas. Ikkalasini bir joyga bo'lsa, bir tortlarga qanchadan berasiz aka? Danganini ayting. Bir joyga bo'lsa Nurullo 6.500.000 mingga ketaveradi. 6.500.000 ga ketaveradi-ya. Siz obunachilaringizga. Yengilroq qilib o'tib bering aka, buni jab baland qo'yib berdim 6.500.000.
Nurullah 200 ming o'tib beray. Xulodan ham. 6 million 300 bo'ladimi o'shanda? 6 million 300 bo'ladi. Dastlabkasi meni bo'ynimda. Aka bunday qilaylik, ma'qul kelsa 6 million berishadi. Dastlabkasini Vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib bering. Bo'ldi. Dangal. Siz obunachilaringizga Toshkentga yetkazib beraman. Bo'ldi akalar. 6 million 300 ga mana shu ikkita ko'rib turgan egizak qo'yingiz ketaveradi. Shoshilib balag'och ko'rasizlar. Bunaqasi kam keladi akalar. Bunaqasini hech kim ajratib ham sotmaydi. Puli ham yengil, har tomonlama qulay qo'yadi. Jonivor o'tkashini qarang, mashalloh aka. Balag'och ko'ringlar. Hamma yo'q sariq bo'lib ketdi. Menga qora kashtanda zo'ridan boqaman. Haqiqiy chista elita hisobi boqaman deyapsizmi aka mana? Mana shu qo'ylarni olib qo'yavering. Buni ham soni 4 dona ekan aka, xudo xolasa. Soni 4 dona, puli yengil Nurullah. Pul arzon, xudo xolasa. O'zlar tenglashmasin bular. Bo'ldi. Barra qo'zichoqmasa? Yo'q, bular. Ikki ko'tit varianti. Akalar to'xli qo'ylardi, zo'ridan keldi akalar. Mana qo'ylar qaranglar, yeb ichishi ham o'ta xo'royagan mana, o'zi qizarishni boshlab. Mana shunaqa haqiqiy chista elita hisobi boqaman desangiz, aloqaga chiqaman. Qo'y turishini qarang. Mashalloh akalar, haqiqiy go'zal ekan. Dumbalari ham hammasini tikka dumba. Ochiq dumba, razrezlari bor. Qo'chqorga qo'shga tayyor akada xolasa. Qo'shgan Nurullah lekin mashinasiga beramiz. Qo'chqor qo'shib qo'ygansiz-da? Qo'shib ko'rganman. Lekin qo'chqor qo'shilgan ekan akalar. Bo'g'ozlarga garantiyasi yo'q lekin. Yo'q, unaqasi garantiyasi yo'q lekin. Akalar bo'g'oz bo'lgan bo'lishi ham mumkin lekin nimagaki qo'chqor yurgan, qo'chqorga qo'shga tayyor bular. Yana bitta olib borib qo'chqorga qo'shaverasiz aka, keyin aniq bo'ladi. Mana qo'ylar turishini qaranglar. Quloqlari ham butun. Yoshi qanaqa bo'lardi aka? Ularning Nurullah yoshi ikki ko'tit variantidan, qo'zidan. 12-13 olgan-da. 12 oyda qolishaveradi. Akalar 12-13 oylikka olaver ekansizlar, jonivorlar. Haqiqiy go'zalidan boqamangiz mana shular olib qo'yavering mana. Uzunliklari ham zo'r. Bo'ylarini nechaga berasiz buni? Bo'ylarni 80 plyusga olishaveradi. Akalar 80 plyusga bo'ylarni olaver ekansizlar. Haqiqiy go'zalidan boqaman desangiz aloqa ochgan. Narxini ayting uni. Narxi Nurullah 6 milliondan. Siz 6 milliondan. Ketaveradi-ya. Ketaveradi. Akalar 6 million so'mdan ketaveradi. 6 milliondan demay, yengilroq arzon chiqaraman dedingiz buni. Nurullah 100 dan demay 200 ming o'tib beraman. 5 million 800 mingga ketdi mana. 100-200 yarashmaydi sizga. 500 dan o'ting, 5,5 dan. o'tib beraman obunachilaringizga. 5 million 500 dan. Siz obunachilaringiz like, kommentariy yozsa, qo'lingizni bering. 5 million 500 mingga yetkazib beraman vodiy bo'ylab. O'zingizda borasiz. O'zim olib boraman. O'zlar olib ketib olishadi. Toshkent, Samarqand, Buxorolarga. Gap yo'q. Akalar vodiy bo'ylab 5 million 500 dan aloqa chiqaringlar. Nima deyapti qo'ylar? Shunaqa narxda qayda chishyapti akalar? Bunaqa arzoni yo'q. Nimagaki akamizda bitta, to'rtta, xolos. 4 dona qoldi olasiz Nurullah. Bo'ldi akalar. Arzonidan to'rtta qoldi. Shoshilib ulgurib qoling akalar. Biz ketingi paytalarga o'tamiz. Akalar, egiz qidirganlarga egizidan yana bir dona topib qo'ydim. Akalar, bitta qo'ydi balosi ekan, xudo xolasa, o'ta go'zalidan, quloqlari shalpan qulog'idan. Jonivorlar qaranglar, yeb ichishi o'ta sog'lom, yem hashakka kirib qolgan akalar. Sifatiga bahoni berib qo'yasiz akalar. Aka, qaydan topib berasiz bunaqalarni aka? 100% egizak. 100% liga xudo xolasa. Onasini olmadik. To'g'risi, onasi yosh kattaroq ekan. Bolalarni olib qo'ya qoldi. Bo'ldi, gap. Onasini yoshi kattaroq ekan akalar, onasidan bolasini ajratib olishdi. Onasi ham gigant qo'y akada xolasa. Onasi 1 metrlik qo'y ekan. 1 metrlik xudo xolasa. Akalar, bu qo'ylar qaranglar. Mashalloh, qulog'i ham 18-19 chiqarashiga bemalol. Bemalol, xudo xolasa. Quloq tashlashlari ham har tomonlama kuchli. Ular qo'chqarmisa ular. Bular sog'lom, ular ikkovi ham ko'paysin. Ikkalasi ham ko'paysin, urg'ochi sog'liq ekan. Mashalloh akalar, haqiqiy go'zal ekan. Yoqtirganlar bemalol qiziqqanlar aloqa ochinglar, narxi ham arzon, ortiqcha baland emas. Ikkalasini bir joyga bo'lsa, bir tortlarga qanchadan berasiz aka? Dangalni ayting. Bir joyga bo'lsa Nurullah 6 million 500 mingga ketaveradi. 6 million 500 ga ketaveradi-ya. Siz obunachilaringizga. Yengilroq qilib o'tib bering aka, buni jab baland qo'yib berdim 6 million 500 ming. Nurullah 200 ming o'tib beray. Ulardan ham. 6 million 300 bo'ladimi o'shanda? 6 million 300 bo'ladi. Dastlabkasi meni bo'ynimda. Aka bunday qilaylik, ma'qul kelsa 6 million berishadi. Dastlabkasini Vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib bering. Bo'ldi. Siz obunachilaringizga Toshkentga yetkazib beraman. Bo'ldi akalar. 6 million 300 ga mana shu ikkita ko'rib turgan egizak qo'yingiz ketaveradi. Shoshilib balag'och ko'rasizlar. Bunaqasi kam keladi akalar. Bunaqasini hech kim ajratib ham sotmaydi. Puli ham yengil, har tomonlama qulay qo'yadi. Jonivor o'tkashini qarang, mashalloh aka. Aloqa ko'ringlar. Akalar, naqd bo'g'ozdan qidirganlar shoshilib aloqa ko'rasizlar. Jonivorlar sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Yoshiga ham yosh, ikkalasi ham o'ta ham chiroyligidan. Bitta tiyanshan, bitta olapakisidan. Olapakkiga e'tibor berasizlar. Ketdi. Mana akalar, u tomonda sakrab ko'taryapti, vaqtda ham olaveramiz. Mana akalar, o'sha bo'g'oz qo'ylarimiz xudo xolasa o'ta go'zallaridan, haqiqiy chiroyligidan boqaman deyapsizmi?
Go'zallarni olib qo'yavering. Sifatlariga gap yo'q ekan buni. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi Nurullo 4 ishdan bular. 4 ishdan, ha, bittadan tuqqan qo'yagan, ha. Bittadan tuqqan bular. Akalar bittadan tuqqan qo'yagan bu. Dumba razizlari ham o'ta chiroyli, haqiqiy go'zal ekan. Mashalloh akalar. Go'zaldan olman siz mana shu ikkitasini olib qo'yavering. Tavsiyani beraman akalar. Sifatiga gap yo'q. Buni narxi qanaqa aka? Narxi Nurullo egalarni bir joyga bo'lsa 13 million 500 ga beraman. 13 million 500 ga ketaveradi, ya. Bo'ladi. Mana qarang, dumbalar ham tik ekan. Bitta yonboshlarini ko'rsatguncha mana shu qo'yingizda. Mana qo'ylar qarang. Har tomonlama ko'rsataylik, obunachilarimiz har tomonlama ko'rib olsin mana. O'zlaring bahoni berib qolsizlar akalar. 13 million 500 ming so'mga xayriga kami bor, ha. Xayriga o'tib beramiz Nurullo. Telefon qilib o'tib berasizmi? Telefon qilsa o'tib beraman. Telefonda o'tib qo'ygan ekan shuni. Nurullo 100 demayman, Ha. bularni. 400 ming o'tib beraman. 13 million 100 mingga ketaveradi. 13 million 100 ga ketaveradi, ya. Zo'g'mashlarni 2 minut beryapman. 13 million 100 ming so'mga ikkalasi bir joyga bo'lsa ketaverar ekan. Shoshilib telefon qilaveringlar. Tenishlarni bitta yonboshdan ko'rsatingchi. Mana, jonivorlar qarang. O'ta go'zal ekan haqiqiy. Tenishlangan o'zim ham ish qiz oldim mana. Kallalari, quloq tashlashlari ham zo'r ekan. 13 million 100 ming so'mga telefon qilaverasiz bemalol. Biz akalar ketingi pastlarga o'tamiz.